Diqqat qiling, Bunyodkor stadionida gapiramiz. O'zbekiston hamda Qatar o'yini boshlanmoqda. O'yinga 2 soat qolgan. 2 soat ortiqroq vaqt bor. Odamlar oqib kelmoqda stadionga. Mana ko'rishingiz mumkin. Andijon, Namangan, Farg'ona, Toshkent, Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, barcha joylarda va Qirg'iziston, Qozog'istondan muxlislar yetib kelgan. Ana Qirg'izistondan kelgan muxlislarimiz. Qirg'izistondan yetib keldinglarmi? Qirg'iziston. Qayerda Qirg'iziston? O'zgan. O'zbekistonni qo'llab-quvvatlagani. Inshaalloh. O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston. Barchasi bugun bitta mana. Ajoyib manzara. Mana bu yerda millicha do'ppilar bepulga kelgan muxlislarga bepulga tarqatilmoqda. Bu yerda bepul suvlar. To'y boshlanmoqda. Futbol kimoqchi bo'lganlar ertaroq harakat qilamiz. Stadionlar 1 soat qolganda yopilishi mumkin. Vodiy bozor uchun maxsus. Bu esa Bunyodkor stadioni ichki ko'rinishi mana. O'yin boshlanishiga 2 soat oshiq vaqt bor. Juda ko'p minimum bo'lsa istagan chekilib qo'ygan. Vodiy bozor uchun maxsus. Mana arab kelib